Agar Andar bilan Havo ham bilib qolgan bo'lsa, menga kun yo'q. Hoca, sen nima bo'layapsan? Davolanishga baqa, puling bo'lmasa, pul bor. Men cho'fkam hozir davolanish qilolmayman. Agar Andar bilan Havo ham bilib qolgan bo'lsa, menga kun yo'q. Amizcho acha. Men yaqinda vakolatchi bo'lgan yo'rinqa shirkatining uzun mahsulotlarini ishlatib boqamsa, işte ayollar kasalliklari bek manfaat qildi qara. Bir bosqich ishlatib bo'lgandan keyin doktorxonaga kelib qayta bir tekshirish qilib boqayli ya. Akamiz ko'rib boqay. Ha, og'ish kelmabdimi? Oldroq bilgan bo'lsam, sen og'ish kelatdim-ki asli. Uyda qoldi. Unda bo'lsa, sen shu bizning uyga olib bergin, hozir uyingga borchi. Elib qaytqichi pekka sho'p ketadi. Mayliga olib bersang, telefon qilsang men chiqib olay. Ma'qul acha, men olib beray. Seni ostra deyman. Vay, Acha, men keldim. keldingmi? Saqlab tur, hozir chiqaman. Acha. O'tiray. Jodugar xotin bormi? Voy, bor uyda. Haras acha, yo'rinqa shirkatimizning uzun mahsulotlariga qara. Maxsus ayollardagi yolliq demsa, balyot qo'yini shilvarash demsa, bo'shab ketish demsa, hammasi shunda mos keldi qara. Shuni bir ishlatib baqa. Sen bir bola tushagan, bo'shab ketish ham eg'irmikan senda. 14dan bir tushib yaman deb, shuncha biz ishlatib ajmo. Men yuz yo'qligimni qo'shib qo'ydim. Qag'iyalanmani so'rsam bo'ldi. Qara yomonligini. Bu filmimizni yo'rinqa shirkati alayda qo'llagan. Bildiganlaring ajab chiqkinasinki. Qara, meni o'ginibsan. Ayfqam, merdonni yondirib akawasak bo'ladi. Hamma yondirib akab berma bir kuni. Sen chu acha, o'zingning jini bilan bo'la. Men bulanchi shu yetakchi ma'lumda o'rgangan. Haras. Jodugar xotin chiqib qolsa, men qayta yuraymi? Mayli. Ma'qul. Endi telefon qilavkami? İşte asker. Qarab menga. O'zing osra. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ring. Salon nomeri bosh betda bor.